Bu qatimliq ders biz Photoshopda xat yozish yoki Photoshopga xat kirgizish haqida to'xtalib o'tamiz. Qanday qilib xat yozamiz? Photoshopda masalan hozir men yangidan bir bat qurdim. Buningga men bir yaxshimisiz do'stim degandek bir xatni yozmoqchi, inglizcha yozmoqchi bo'lsam qanday qilmayman degan chog'da qurol sandig'ichidagi qalam qurolining ostida T deb bir belgi turibdi. Mana bu inglizchadagi text as xat deganninki bosh harfi. Biz mana shuni bevosita chekish orqali qilsak bo'ladi yoki knopkasidagi T knopkasini bosish orqali buni erisha olamiz. Analik men buni mousni o'ng tarafiga chekib qolgan chog'imda 4 dona tizimlik bor ekan. Birinchisi to'g'risiga yozish, ikkinchisi tikolda yozish, undan keyin mashina to'g'risiga maskalat yozish, antikalat maskalat yozish degandeklar. Ham qolgan shakllarni ostidagilarni o'zingiz sinab boqsangiz bo'ldi. Biz bevosita bir xat yozaylik. Xat yozish uchun qanday qilamiz degan chog'da men shu tanlab bo'lgandan keyin bevosita xat yozmoqchi bo'lgan doiramni chekkan chog'imda hozir buning shunaqa chaqnayotgan bir holati paydo bo'ldi. Men bu yerga inglizcha yozmoqchi bo'lsam, yozish buyrug'imni inglizcha olib tanlab olgan holatda bevosita yozsam bo'ldi. Masalan, mega bevosita yozgandim, hozir bir xatlar chiqdi. Hello friend, inglizcha bevosita yozilgan xat chiqdi. Andan keyin men ustidagi agar mushalatni yoqtirgan bo'lsam, to'g'ri belgisini beslatsam bo'ldi. Yoki men buningki o'rnini belgilamoqchi bo'lsam, mosh orqali o'ng tarafdan to'g'rilamdiq, o'ttirdan to'g'rilamdiq yoki o'ng tarafdan, so'l tarafdan o'shlarni o'zingiz belgilasangiz bo'ladi. Uning ustiga bu yerga shakllarnimi, qiysiqmi yoki o'tkirmi, shularni o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Inglizcha bilan xanashga oid mos keladi. Yana birisi bu yerda buning cho'ng kichligi. Bu yerda hozir 6 dan 72 ga turibdi. Ham biz nima degan chog'da biz buningdami cho'ng holatlar va kichik shiltalarni degan chog'da bevosita yozsangiz bo'ldi va yoki shu mousni akab turib T belgisining atrofidan mandirsak bo'ldi. Shunday bo'lgan chog'da bu xat bag'an cho'nglaydi. Men hozir aka tanlab bo'lgandan keyin bu xatni bevosita cho'ngaytay. Hozir 21 nuqtaga keldi. Shuning bilan bu bayqidan cho'ngaydi degan gap. Men buni o'ttirib bersam, yonga qochdi degan gap. Shular orqali qilsak bo'laverdi. Ammo buning shaklini, rangini o'zgartmoqchi bo'lsam, bu yerdagi ko'znak orqali buning men rangini ya qop-qora qildim yoki yop-yashil qildim deb shu holatda tanlasangiz, o'zingiz xohlagan holda tanlasangiz bo'laverdi. Uningdan boshqa mush xat shakllariga o'zingiz xohlagan fasonni bera olasiz. Masalan, bu yerda biz tayyor fasonlarni bersak bo'laverdi. Bergan chog'imizda shu bevosita ustiga ta'sir qilaverdi degan gap. Mush orqali biz xat yoza olamiz. Bu inglizcha bilan nihoyat qulaylik yerlari xanajga xat kirgizishniki. Xanaj xatni kirgizmoqchi bo'lsak, men yana xat yozmoqchi bo'lgan doirani tanladim. Undan boshqa xat kirgizish holatini xanajga holat tanlab bo'lgandan keyin bevosita yozdim. Bu boyiqqa biz takrorlab qo'ygan holatda saqlanib qoldi. Men bu holat o'zgartsam yoki bo'ldi. Buni o'zgartishdim, ustini o'zgartishdim boshqa. Men bevosita shu knopkasining yanida A harfi turgan bu holatni chekish qilsam bo'ldi. Agar sizning kompyuteringiz ko'rinmagan bo'lsa, ko'znakning ichidagi shu xat deganni tanlasangiz bo'ldi. Ichilgandan keyin bu yanchida bir muncha o'zgartirgan parametrlarning borligini his qila olasiz. Cho'ng kichikligini tanishlaymiz, rangini o'zgartiramiz. Undan keyin xat orlig'ini o'zgartiramiz. Masalan, yuz qilish orqali kengaytirdik degan gap. Undan keyin shu torlig'i, masalan, ikki qo'r xat bo'lgan bo'lsa, ikkisining orlig'i degandek. Uning abzaslar bo'lsa, biz bu yerlardan salda tanishib qolsak bo'laverdi. Ham bunda qilsak bo'ldi bular. Men Uyg'urcha yozmoqchi bo'lsam qanday qilmayman degan chaqda, biz bu Uyg'urchani yozib boqaylik. Men buni tanlab bo'lgandan keyin Uyg'urcha olib keldim. Bevosita yozgandim. Bu hozir qalaymiqon ayrim bir xatlar shakllanib qoldi. Ham Photoshopga nima ish bunday olib qoldi degan chaqda Photoshopdagi Uyg'urcha tonish Unicode o'qishmoqligi uchun biz buni cho'qim almashtirishimiz to'g'ri keldi. Biz buni qanday qilib normal ko'rinadigan eklalaymiz degan chaqda biz ba'zi yumshoq detallarni yordam taklif qilsak bo'ldi. Masalan, L-Kotib 5.7 degandek yumshoq detallarni o'rnatsangiz bo'ldi. Biz bu allaqachon tayyorlab qo'ydik. Mana shu L-Kotib 5.7 haqsiz nusxasi bor. Siz bevosita buni qo'shilsangiz bo'ldi. Undan boshqa buning ostida
fontlar var. Siz bu fontlarni, har qanday fontlarni, masalan, yuqori altdagi fontlarni qachilib olsangiz, nurg'un xat shakllarini siz o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'la olasiz. Lekin buni qachilab bo'lgandan keyin ijro qilsangiz bu holat ko'rildi. Men bu yerga andan keyin inglizcha holatda yoki uyg'urcha holatda bevosita xat yozsam, men inglizcha holatga kelib, masalan, xatni hozir yozib qo'yibman. Bevosita yozib bo'lgandan keyin men shu ko'zni, Photoshopning ko'zi bor bu yerda. O'shalarni ko'z bo'lgandan keyin biz avtomatik almashtirib berib, andan keyin men qaytib bu yerga yozib qo'yay. Yozgandan keyin bu xat bayqirgancha zo'r yaxshilanganligini his qildim. Lekin men yana buning toza sifatli emasligini his qilgan bo'lsam, buningda xat shaklini o'zgartirsam bo'ldi. Bu yerda men L-katibnikini kirgizsam bo'ldi degan gap. L-katibnikini kirgizgan chog'imizda bevosita yozsam bo'ldi yoki xat shakli yo'q kelsa bizsangiz bo'ldi. Buni qirgan chog'ingizda har bir xat shakli olgan chog'da Photoshop CC-niki bir afzalligi bu xatni avtomatik sizga ko'rsatib beradi. Agar siz bu holatni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, tanlab olsangiz bo'ldi, cho'ng kichikni o'zgartirsangiz bo'ldi, rangini o'zgartirsangiz yoki xohlagan bir poson bersangiz bo'laverdi degan gap. yoki o'zingiz buningga unum bersangiz, rasm qavatli unum orqali, ostidagi chekish orqali unum bersak bo'laverdi. O'sha yerda o'zgartish orqali, masalan, uning yo'riq darajalarini yoramagan bo'lsa, siz o'zingiz tanishsangiz bo'laverdi degan gap. Bu oddiy so'zlar, lekin biz ba'zi abzaslarga uchrab qolamiz. Abzaslarni qanday qilamiz degan chaqda, men endi F12 ni besib, bevosita yangilik eklay, andan keyin bu yerda biz qarasak, oldin tayyorlab qo'ygan bir qancha xatlar bor. Masalan, bu yerda inglizcha bir abzas so'z bor deb turaylik. Endi biz buni choplab olib, men yozmoqchi bo'lsam qanday qilaman degan chaqda, birinchiga qo'yib yozsam bo'laverdi. Undan boshqa men bevosita doirani tanlasam bo'ldi. Masalan, men shu holatni tanlab bo'lgandan keyin bevosita doirasini tanlab, men shu holatga inglizchani yozmoqchi, masalan, bunchalik doira yozmoqchi degan bo'lsam, buning cho'ng kichikligini masalan kichikroq qilay. Lekin bu o'ttirdan kelmay, shu o'ng taraf, so'l tarafdan boshlansin, inglizcha so'l tarafdan yozilgan boshqa, so'l tarafni asos qilay deb qo'yibdi. Qo'yayotgandan keyin choplasak, bu xat yozildi degan. Men bularni shaklini o'zgartirish orqali doirasini belgilay olaman. Inglizcha oson. Undan boshqa men shu xatlarni tanlab bo'lgandan keyin shu orqali abzas degan turdan men bularni tanlab olsam bo'ladi degan gap. Buni tanlab olsam, bu inglizlik mos holda ikki tarafga tegishli holatga keladi degan gap. Shu orqali qilsak bo'ldi. Undan boshqa bosh qo'rdan boshlanish qanchalik deganlarni tanishamiz, uning rangini tanishamiz, bayqa o'xshash degan gap. Endi xanchini kirgizib boqaylik. Xanchini kirgizsak bo'lamdi degan chaqda xanchini biz ko'rib boqaylik. Men buni choplab olib, undan keyin bevosita shu doira xanchini bermoqchi. Xanchimi so'ldan o'ng yozilgan boshqa mushalarni tanlayveray. Hozir bu xanchimi mushalatga mos keldi degan gap. Xanchim bo'ldi. Endi uyg'urchani qanday qilaman? Uyg'urchani ko'rib boqaylik. Men bundan burishdan burun men bu doirani sal so'zay. Astiga kengaytirib endi men uyg'urchani yozib boqay. Uyg'urcha bu yerda bir abzas so'z bor. Mana choplab olib, men bevosita choplash bo'lmaydiganini bilgachga, bu yerda men L-katibniki o'sha holatiga choplab olay. Ctrl V orqali choplab oldim. Undan keyin ko'z orqali buni o'zgartgan holatini endi men bu yerga choplab qo'ysam bo'lamdi, umumda. Uyg'urcha o'ngdan so'ldan yozilgan boshqa men bo'ladi tanlay, undan keyin jazmlashtirish knopkasini bosib bo'ladi degan gap. Uni kengaytirish orqali qilsak bo'ladi. Endi ba'zi qarasangiz, ba'zi xatlar ko'rinmab, bu nima degan chog'da bizcha xat shaklini tanlab olamiz. Ctrl bilan A ni bosib tanlab, undan keyin xat shaklini biz L-katibniki holatiga o'zgartiraylik. Undan keyin xat cho'ng kichikligini masalan bevosita 6 holat ekaldim. Agar kichik ketdi degan bo'lsa 8 holat ekalsak ham bo'ladi. Agar bo'lgandan keyin qarasangiz hozir bu xatning to'liq chiqmaganligini his qildik-da.
Uyg'urchaga nisbatan ba'zi kamchiliklarning borligini his qilamiz. Andan keyin men bu orqali to'g'rilab boqay. Yoki bu orqali to'g'rilab boqay va yoki bu orqali to'g'rilab boqay. Qisaq ba'zi xatlarningki yanada ancha ravon bo'lmaganligini his qila olamiz. Shunga tavsiya bu yerda nima degan chog'da, masalan, men Uyg'ur tilini zot chiroyli yozmoqchi edim degan bo'lsak, qanday qilsak bo'ldi degan chog'da men buni bevosita doirani belgilab olmay bu yerda yangi batdan birini quray. Buning uchun texnik yaxshi qilish uchun vaqtincha tanlab qo'yib turib, yangi batdan birini quray. Andan keyin men o'shaga shu xatni tegishli yozmoqchi. Qanday yozma degan chog'da bevosita ko'zni choplab oldik. Andan keyin men buni doirani belgilab olmay turib, bevosita urib chiqaray. Urib chiqargandan keyin, andan keyin bu xatning cho'ng kichikligini men tangsam bo'ldi, masalanga old atrofini tangshab bo'ldi. Endi men o'shadan uzmoqchi. Qanday uzma degan chog'da ba'zi narsalar bizga qopti. Hayvonlarmi degan uzmoqchi bo'lsam, o'shadagini chaplab olib, kesib olishim kerak. Kesib olib, yangi qurdan bir boshlasam yoki o'sha chaplasam bo'ladi. Chaplab bo'lib, andan keyin shundaqla degan kelgandan keyin qolgan tarafni mo chaplab olsam bo'ldi. Andan keyin biz tushirib chapladim. Ba'zi rayonlarni tangshaymiz. Biz buni nima uchun bunday qilamiz degan chog'da ba'zi narsalar biz o'ylagandek undaq Uyg'urcha mos kelmaydi. Men bu yerni tekshirmoqchi. Shunga kontrol bilan orqali tortib oldim. Undan keyin siziqni akilib turib, men mush atrofga to'g'rilamoqchi bu xatlarni. Bayqa o'xshash kengaytirish, taraytish degan usuldan foydalanib turib, siz qilsangiz bo'ldi, masalan, men 12 deganni bersam bo'ldi. Andan keyin kuch degan kelgan chog'imizda biz buningga ya 12 ya 11 ni bersak bo'ldi. Andan keyin masalan, bu darajaga kelgan chog'da masalan 25 yoki 29 mashlarni berish orqali yoki buningdan uchun 31 atroflarni bersangiz bo'ldi. Andan keyin biz to'g'ri belgisini qo'yib olsak, Uyg'urcha hamda har holda tekshir bo'lgan bir holat shakllandi degan. Mush orqali ham Uyg'urchadagi ba'zi xatlarni to'g'rilash, tuzlash unimiga erishamiz degan. Garchi avvalchilik bo'lsa-mu, lekin ba'zi xatlarni unumli bo'ladi. Siz xat chekini tanlab olgandan keyin mush asosda tekshirlash, to'g'rilash, kengaytirish orqali o'zingizning xatini yaxshilab ekarsangiz bo'ladi degan.